yeng turimiz aynan вечерний, ya'ni oqshom liboslarida tikiladi. Yeng uzunligimiz mana 58. 58 ga 12 sm qo'shib 70 qilib belgilab oldim. Chizib olamiz tom qismini. Nuqtadan 10 sm pastga tekis tushib olamiz mana. Mana 30 sm yurib olamiz. 30 bilan buni birlashtirib qo'yamiz. Agar yengni bundan ham kengroq xohlasangiz, bemalol 35-40 olishingiz mumkin. 3 sm. Bu yengimiz 2 qavatdan iborat bo'ladi. Bunisi birinchi qavat. Ikkinchi astar qismini esa bichish jarayonida ko'rib borasizlar. Yana bir ko'rsatmani berib ketaman qizlar. Agar yengimizni tom qismida ham ziborka bo'lishini xohlasalaring, yuqori bilak alnasini ko'proq qo'yasizlarda, yengimizni formasini o'sha ziborkaga moslab olamiz. Demak, ikkinchi yengni bichib olamiz. Yengimiz uzunligi 58. Albatta chok haqlarini qo'shgan holatda belgilayapman. Yuqori bilak alnasidan kelib chiqib, yengimiz formasini chiqarib olamiz. Manjet qismi mana 14 yoki 15 yetadi. Demak, bichib olgan ikkala yengimizni ham yon chokini tikib olamiz. Manjet qismiga chok urgizib olamiz ziborka uchun. Ziborkasini tayyorlab olganimizdan so'ng ikkinchi yengimizni yon chokiga to'g'rilab aylantirib manjet qismini ulab chiqamiz. Manjet qismini tikib oldim, aylantirib. Endi pro'ma tarafini ham ikkalasini teng ushlagan holatda chok yurgizib olamiz. Manjetdan tayyorlab olamiz. Mana yengni manjetga qo'shib ulab olamiz. Fonarik yengni men ko'rsatgandek qilib tiksalaring, mijoz kiyganda yengi osilmasdan fonarigi o'z formasini yo'qotmaydi. Umumiy ko'rinishi mana.